Dastlab go'shtlarni to'g'rab olamiz va so'ngra uni qozonga solib aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib, salgina qizarguncha aralashtiraveramiz. So'ngra kartoshkani archib to'g'rab olamiz. Uni ham qozonga solib, yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan so'ng, ulardan keyin piyozni asta-asta archib boshlaymiz. Keyin qopqog'ini baklab qo'yamiz. So'ngra piyozni olib, yarimta piyoz yetadi ekan. Har kim o'zini xohlagancha solaveradi. So'ngra uni qozonga solib yuboramiz. Uni ham yaxshilab qovurib, tillarang bo'lguncha qovuramiz. So'ngra u juda ham chiroyli rangga kirib oladi. Qozonimga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. So'ngra qopqog'ini baklab bir zamot qo'yamiz. Keyin esa ozgina tuz olib sepib yuboramiz va uni yaxshilab aralashtiramiz. Shu bilan men bitta qoshiq tomat solgandim. Men xorazmcha tilda gapiryapman. So'ngra yana bitta qoshiq solamiz. Menga kamlik qildi. Siz tabingizga qarab solaverasiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan so'ng, voilà, tayyor. Tamam, bo'ldi. Bo'ldi.